Men kichkinaligimda bitta rasm o'qituvchim bo'lar edi. Unda ajoyib energiya bor edi va xonasi san'at bilan to'la edi. Va bizning eng yoqtirgan gaplarimizdan biri o'zingni ifoda etishing kerak. San'at bu o'zingni san'at orqali ifoda etish yo'li edi. Men boshlang'ich sinfda 7 yoshlarimda u bu gapni aytardi va men bunga unchalik tushunmasdim. U bizga musiqa ham yana bir yo'l ekanini, raqs ham shunday ekanini aytardi. Lekin men ularga unchalik qiziqmasdim. Faqat she'riyatga qiziqa boshlaganimda bu menga juda yoqqandi. Bu mening ijodiy ifoda yo'limga aylandi. Mening she'rim bir kun mashhur bo'ladi. Har holda ifoda etish degan so'z men bilan qolib ketdi. Bolaligimda men buni shunday tushunardim. Hammamiz ichimizda bo'lgan ijodkorlikni tashqariga chiqarish usuli. Lekin bu ijodiy ifoda. Bizning hujjatlarimizda ham ifoda bor, ya'ni gen ifodalanishi. Ular genlarni ifoda eta oladi. Gen ifoda etish degani bu gen biror narsa yaratish uchun ishlatilishi mumkin degan. Ko'pincha bu oqsil. Oqsil sintezi haqidagi videomizda bu bosqichlar haqida gaplashamiz. Gen ya'ni DNKni tashkil topgan tuzilma transkripsiya jarayonida mRNAga ko'chirilishi mumkin va keyin translyatsiya jarayonida polipeptid zanjirini hosil qilish uchun ishlatiladi. Oqsil esa shu zanjirlarning bir yoki bir nechtasidan tashkil topadi. Lekin bu jarayon har bir gen bilan ham sodir bo'lavermaydi, har bir gen ifodalanavermaydi. Shuning uchun gen nazorati degan ibora gen ifodalanish bilan birga ishlatiladi. Chunki ifodalanish nazorat qilinishi kerak. Masalan, ko'zdagi hujayraga oshqozon kislotasini kodlaydigan gen kerak emas. Garchi bu gen mavjud bo'lsa ham, uni ifodalash ortiqcha va noqulay ham bo'ladi. Prokaryotik va evkaryotik hujayralarning ikkalasi ham ifodalanadigan genlar bor, lekin ular orasida ba'zi farqlar mavjud. Eslab qoling, prokaryotik hujayralarda DNK sitoplazmada joylashgan bo'ladi, ya'ni ularda yadro yo'q. Shuning uchun transkripsiya va translyatsiya jarayonlari shunchaki bir joyning o'zida sodir bo'ladi. Evkaryotik hujayralardan farqli ravishda DNKni yadrodan tashqariga olib chiqish kerak emas. Prokaryotlarda hammasi bir joyda bo'ladi va hatto bu jarayonlar bir vaqtning o'zida ham sodir bo'lishi mumkin. Chunki yadro ularda mavjud emas. Prokaryotlarda gen ifodalanish boshqarish ko'pincha transkripsiya jarayoniga ta'sir qilish orqali amalga oshiriladi. Evkaryotlarda ham transkripsiyaga bog'liq gen nazorati mavjud, lekin ularda bundan tashqari yana ko'plab boshqa nazorat bosqichlari ham bor. Ularni keyinroq ko'rib chiqamiz. Endi savol tug'ilishi mumkin. Gen nazorati transkripsiyaga qanday ta'sir ko'rsatadi? Transkripsiya bu RNK polimeraza deb ataladigan ferment, DNK namunasi asosida mRNK hosil qiladigan jarayon. Ba'zi nazorat qiluvchi oqsillar transkripsiyani kamaytirishi yoki oshirishi mumkin va bu ham prokaryotlarda ham evkaryotlarda muhim. Bu nazorat qiluvchilar ko'pincha transkripsiya faktorlari deb ataladi. Ba'zi transkripsiya faktorlar DNKdagi promotor deb ataladigan hududga birikib, RNK polimerazadagi transkripsiyani boshlashga yordam beradi. Boshqalari esa shu joyga birikib uni to'xtatadi. Ba'zi transkripsiya faktorlar enhancer deb ataladigan hududlarga birikib, transkripsiyani kuchaytiradi. Enhancer hududlar hatto genlardan ancha uzoqda joylashgan bo'lishi mumkin. Ba'zi faktorlar yoki boshqa oqsillar DNKni egib, promotor va enhancer hududlarni bir-biriga yaqinlashtiradi. Oxir-oqibat transkripsiya faktorlari gen ifodalanadimi yoki yo'q, shunda katta rol o'ynaydi. Shuni ham aytish kerakki, tashqi muhit omillari ham muhim ahamiyatga ega, ya'ni muhitdagi omillar mavjud yoki yo'qligi gen ifodalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Prokaryotlarda ko'pincha operonlar mavjud. Operon bu birgalikda boshqariladigan genlar guruhi bo'lib, unda promotor va operator hududlar ham bo'ladi. Bu gen nazoratining yaxshi misoli hisoblanadi. Masalan, lak operonini olaylik. Bu yerda repressor oqsili mavjud. Repressor operator deb ataladigan joyga birikib, RNK polimerazani transkripsiya qilishdan to'sadi. Natijada bu genlar ifodalanmaydi, chunki ular mRNKga ko'chmaydi va oqsil sinteziga o'tmaydi. Bu esa oqsil kerak bo'lmaganda juda foydali hisoblanadi. Natijada keraksiz oqsil organizmda keraksiz holda sintezlanmaydi. Lekin ba'zan bakteriyaga bu genlar kerak bo'lishi mumkin, chunki bu genlar organizmda laktoza deb ataladigan shakarni parchalovchi fermentni kodlaydi. Agar laktoza bakteriya organizmida mavjud bo'lsa, bakteriya uni parchalab ozuqa sifatida ishlatmoqchi bo'ladi. Bunday holatda gen qanday yo'qoladi? Gen yo'qolish uchun repressor transkripsiyaga xalaqit bermasligi kerak. Ma'lum bo'lishicha, bu jarayonda laktozaning bir shakli, ya'ni izomeri repressorga birikadi va uni joydan chiqaradi. Repressori yo'q bo'lsa, RNK polimeraza yana ishlay oladi va o'z vazifasini bajaradi. Shunda transkripsiya jarayoni sodir bo'ladi. Natijada esa mRNK hosil bo'ladi. mRNK hosil bo'lsa, gen translyatsiya orqali oqsillar sintez qilinadi. Bu oqsillar ichida laktozani parchalovchi ferment mavjud bo'ladi.
Demakki, laktoza bo'lsa genlar ifodalanadi, laktoza bo'lmasa ular ifodalanmaydi. Bu gen nazoratining aniq bir misolidir. Yana transkripsiyaga ta'sir qiladigan gen nazorati haqida gapirar ekanmiz, epigenetika haqida ham eslatib o'tish kerak. Evkariot DNA ko'pincha giston deb ataladigan oqsillar atrofida o'ralgan bo'ladi. Masalan, metil kabi kimyoviy guruhlar DNA qanchalik zich o'ralganini o'zgartirishi mumkin. Agar DNA juda zich o'ralgan bo'lsa, transkripsiya faktorlari u yerga birika olmaydi. Natijada transkripsiya sodir bo'lmaydi. Masalan, kuchli metillangan hududlarda bu hodisani kuzatish mumkin. Agar metil guruhlari olib tashlansa, DNA ochiladi va transkripsiya amalga oshishi mumkin, ya'ni gen ifodalanadi. Shuni eslab qolish lozimki, prokaryotlarda gen nazorati jarayoni asosan transkripsiya bosqichidagina amalga oshadi. Evkaryotlarda esa gen nazorati uchun ko'proq imkoniyatlar mavjud. Masalan, ularda transkripsiyadan keyin, transkripsiya vaqtida, lekin translyatsiyadan oldin, translyatsiya vaqtida va hatto translyatsiyadan keyin ham nazorat bo'lishi mumkin. Endi esa evkaryotlarda transkripsiyadan keyin, lekin translyatsiyadan oldin sodir bo'ladigan gen nazoratiga bir misolni ko'rib chiqamiz. Evkaryotik hujayralar odatda bu mRNKni keyinchalik sezilarli darajada qayta ishlaydi. RNKning ba'zi qismlari aslida olib tashlanadi. Introns bu olib tashlanadigan RNK qismlari. Bu ham gen nazoratining bir turi, chunki ular kesib tashlansa, ular ifodalanmaydi. Shu bilan birga qoladigan qismlarga ham ta'sir qiladi. Qoladigan qismlar ekzonlar deb ataladi va aynan shu qismlar translyatsiyaga o'tadi. Endi translyatsiyaga ta'sir qiladigan evkaryotik gen nazoratiga misol ko'ramiz. Translyatsiya uchun mRNK, ribosoma va tRNK kerak bo'ladi. Bundan tashqari, organizmda AIF2 deb ataladigan kichik oqsil bor. Uning vazifasi translyatsiyani boshlashga yordam berish. Bu oqsil ham nazorat qilinishi mumkin. Agar AIF2 fosforlansa, ya'ni unga fosfat guruhi qo'shilsa, bu uning shaklining o'zgarishiga olib keladi. Natijada u translyatsiyani boshlay olmaydi. Boshlanish bo'lmaganda esa translyatsiya ham amalga oshmaydi. Natijada oqsil sintez qilinmaydi va gen ifodalanmaydi. Oxirgi bosqich translyatsiyadan keyingi nazorat. Bu bosqichda oqsillarga kimyoviy guruhlar qo'shilishi yoki olib tashlanishi mumkin. Bu esa ularning qayerda joylashishini yoki qanday ishlashini o'zgartirish, natijada ularning ifodalanishiga ta'sir qiladi. Transkripsiya aytilgandek, tashqi muhit omillari ham bu o'zgarishlarga ta'sir qilishi mumkin. Yana bundan tashqari ubikuitin ham bor. Agar u oqsilga biriktirilsa, bu oqsilni parchalanishi kerakligi haqida signal beradi. Bu ham gen ifodalanishiga ta'sir ko'rsatadi. Keling, aytganlarimizni qisqacha takrorlaymiz. Biz gen ifodalanishi nima ekanini aytdik. Bu genning mahsulot yaratish uchun ishlatilishi ko'pincha bu oqsil bo'ladi. Shuningdek, gen nazorati haqida gaplashdik, chunki gen ifodalanadimi yoki yo'qmi, bu ko'pincha boshqariladi. Prokaryotik hujayralarda gen nazorati asosan transkripsiyaga ta'sir qiladi. Biz operon haqida ham gaplashdik, chunki u yaxshi misol hisoblanadi. Evkaryotik hujayralarda esa gen nazorati bir nechta bosqichlarda bo'lishi mumkin. Transkripsiyadan keyin, translyatsiya vaqtida, translyatsiyadan keyin biz bunga bir nechta misollar keltirdik. Xo'sh, bu bizga nima uchun muhim? Buni faqat organizmdagi genlar qanday ifodalanishini tushunishga muhim, balki hujayralar noto'g'ri ishlaganda ham juda ahamiyatli. Masalan, saraton hujayralarida ba'zi genlar noto'g'ri ifodalanishi mumkin. Ya'ni kerak bo'lmagan genlar ishlaydi yoki kerakli genlar ishlamaydi. Masalan, agar mutatsiya tufayli transkripsiya faktorlari faolligi oshib ketsa, bu hujayra bo'linishini tezlashtiradigan genlarning transkripsiyasini kuchaytirishi mumkin. Natijada hujayralar qayta bo'linib, saraton rivojlanishiga olib keladi. Gen nazorati va gen ifodalanish ko'plab kasalliklarni davolash usullarini ishlab chiqishda juda muhim ahamiyatga ega. Shu bilan video tugadi va sizga eslatma, qiziqishni hech qachon yo'qotmang.